salkam yarim narxga tayyor yurib turgan fast food biznesi srochniy sotiladi. 1 yildan beri ishlab turgan 100 tadan 130 tagacha mijozlarga xizmat ko'rsata oladigan, ikki etash qilingan remontlari ideal holatda bo'lgan bu joyimizda bugun bozorlik kelib, sразу ish boshlasangiz bo'ladi. Sababi oshxonada oshpazlar uchun barcha qulayliklar, texnikalar yetarli qilib qo'yilgan, post sistemi, menyulari tizimlashtirilgan. Mijozlar uchun ham barcha qulayliklar qilib qo'yilgan, stol, stul, mebellari yaxshi holatda. Bundan tashqari suv yonida marojniy uchun ham stol, stul qo'yib foydalanish uchun imkoniyatlari bor. Bu biznesimiz shahar markazi, yaxshi lokatsiyada joylashgan. Agar sizda tayyor biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, filial qilib yurgizsangiz bo'ladi. Ya'ni Yandex World'la ulab qo'yilgan. Mabodoga bu brendda hozirgi paytda 3 ta filiallari bor ekan. Agar kelishib qolsangiz, hamma filiallari franshizasini sotib olish imkoniyatiga egasiz. Bu joyimiz 100 kvadrat, tashqarilari bilan umumiy holatda $3200 arenda to'lanadi. Biznes narxiga keladigan bo'lsa, akalar, $100,000 ko'proq ketgan ekan. Bu joy sizlar $59,900 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Sotilish sababi biznes egalarining sog'liklarida ozgina muammo bo'lganligi uchun srochniga sotiladi. Lokatsiya Seul Munda joylashgan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil gaplashib, baraka qilib olsanglar bo'ladi.